Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, millionlab insonlarni bevosita tashvishga soladigan bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu sizning ota-onangizning, buvijon va bobojonlaringizning nafaqasi haqida. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1991 yilgacha, ya'ni Sovet ittifoqi davrida ishlagan bo'lsangiz, demak bu video siz uchun. Men kafolat beramanki, bugungi ma'lumot sizning nafaqangizni sezilarli darajada oshirish imkoniyatini berishi mumkin. Bu shunchaki bir tavsiya emas, balki aniq mexanizmlar va qonuniy asoslar haqida chuqur tahlil bo'ladi. Hozirdayoq kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Chunki siz keyingi daqiqalarda eshitadigan ma'lumotlarning har bir so'zi sizning moliyaviy ahvolingizga ta'sir qilishi mumkin. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling avvalo muammoning ildiziga yetib boraylik. Bizning ko'plab keksa avlod vakillarimiz, hattoki hozirgi nafaqaxo'rlar ham bir necha 10 yillar davomida vijdonan mehnat qilishgan. Ayniqsa 1990 yilgacha bo'lgan davrdagi ish staji, ya'ni Sovet davridagi mehnat staji alohida e'tiborga loyiq. O'sha paytda nafaqa tizimi butunlay boshqacha prinsipda ishlagan. Pensiya miqdori asosan ish staji uzunligi va ma'lum bir davrdagi o'rtacha ish haqi asosida hisoblangan. Tizim sodda va barqaror edi. Ammo bozor iqtisodiyotiga o'tish bilan vaziyat tubdan o'zgardi. Sovet davrida nafaqa hisob kitoblari ko'pincha ish haqining ma'lum bir foizi sifatida aniqlangan. Masalan, oxirgi ish joyidagi 5 yillik o'rtacha ish haqining 6%, har bir yil mehnat staji nafaqa miqdoriga ma'lum bir qo'shimcha berardi. Eng muhimi, o'sha paytdagi ish haqi miqdorlari va iqtisodiy vaziyat hozirgi bilan mutlaqo taqqoslanmaydi. Keyinchalik 1990 yildan keyin mustaqillik yillarida nafaqa tizimi bosqich-bosqich isloh qilib borildi. Yangi qonunlar qabul qilindi. Nafaqa ta'minoti qoidalari o'zgardi. Endilikda nafaqa ko'proq sug'urta badallarining yig'ilishi va shaxsiylashtirilgan hisobga olish tizimiga asoslanadi. Muammo shundaki, eski, ya'ni 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish staji va ish haqi ma'lumotlari hozirgi nafaqa tizimiga to'g'ri integratsiya qilinmasligi, ularning qadri to'liq hisobga olinmasligi mumkin. Ko'pgina hollarda o'sha davrdagi yug'ori ish haqi yoki uzoq yillik staj zamonaviy ko'rsatkichlarga mos ravishda indeksatsiya qilinmagan yoki ularning nafaqaga ta'siri kam baholangan. Natijada o'sha davrda ko'p mehnat qilgan insonlarning hozirgi nafaqasi ularning mehnati va hissiyotiga mos kelmasligi ehtimoli bor. Aynan shu holatni tuzatish va adolatni tiklash imkoniyatini ko'rib chiqamiz. Asosiy qism belgi. Nimalarni bilish kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q? Keling, nafaqa hisob kitobining qaysi jihatlari 1991 yilgacha bo'lgan ish stajiga bog'liqligini chuqur tahlil qilaylik. Nimalarni bilish kerak? Birinchidan, 1991 yilgacha bo'lgan ish staji har bir yil uchun nafaqa hisoblashda o'ziga xos ahamiyatga ega. Ayniqsa bu davrda ishlagan har bir yil uchun maxsus koeffitsiyentlar va baholash mezonlari qo'llanilishi mumkin. Ba'zi qonuniy hujjatlarda, ayniqsa nafaqoy dastlabki qonunlarda bu davrdagi ish staji uchun yuqori foizlar va qulayroq hisoblash usullari nazarda tutilgan edi. Keyinchalik qabul qilingan qonun hujjatlarida bu qoidalar biroz o'zgartirilgan bo'lsa-da, ba'zi imtiyozlar hali ham saqlanib qolgan yoki qayta ko'rib chiqish imkoniyati mavjud. Ikkinchidan, o'sha davrdagi ish haqi miqdorlari. Pensiyani hisoblashda 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi istalgan 5 yil uzluksiz ish staji davomidagi o'rtacha ish haqi hisobga olinishi mumkin. Bu juda muhim. Chunki Sovet davrida ayrim kasb egalari va yuqori malakali mutaxassislar ancha yuqori maosh olishgan. Bu maoshlar hozirgi kursga o'tkazilganda nafaqa miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Uchinchidan, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarning ahamiyati. Mehnat daftarchasi bu borada eng asosiy hujjat hisoblanadi. Undagi har bir yozuv, har bir muhr va sana sizning ish stajingizni tasdiqlovchi dalil bo'lib xizmat qiladi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Kimlarga bu ma'lumot foydali bo'ladi? 1991 yilgacha kamida 21 yil, undan ko'proq ishlagan fuqarolar. Agar siz 1990 yil, 31 dekabrgacha uzoq muddat ishlagan bo'lsangiz, demak sizning nafaqangizni qayta hisoblash orqali oshirish imkoniyati juda yuqori. Ayniqsa, umuman olganda 25-30 yil va undan ortiq ish stajiga ega bo'lgan erkaklar va 25 yil va undan ortiq ish stajiga ega bo'lgan ayollar uchun bu ayniqsa dolzarb. 2. Yuqori malakali mutaxassislar. Agar siz o'sha davrda muhandis, shifokor, o'qituvchi, olim
zavod direktori yoki yuqori lavozimdagi boshqa bir mutaxassis bo'lgan bo'lsangiz va nisbatan yuqori maosh olgan bo'lsangiz, demak bu ma'lumot sizga juda asqotadi. O'sha paytdagi yuqori maosh hozirgi nafaqa miqdoriga mos kelmasligi mumkin. Shuning uchun qayta hisoblash orqali adolat tiklanishi mumkin. Mehnat daftarchasida ba'zi yozuvlar tushunarsiz yoki yo'qolgan deb hisoblanadigan shaxslar, ba'zan yozuvlar chalkash bo'lishi, korxona nomi noto'g'ri yozilishi yoki biron bir muhrning aniq bo'lmasligi mumkin. Bu kabi holatlar ham nafaqa miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkindir. Nafaqaga endi chiqayotganlar yoki nafaqasi yaqinda hisoblanganlar. Agar siz hozirda nafaqaga chiqish arafasida bo'lsangiz yoki yaqinda nafaqangiz hisoblangan bo'lsa, sizda hujjatlarni yanada to'liqroq taqdim etish va eng foydali hisoblash variantini tanlash imkoniyati mavjud. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Kimlarga bu ma'lumot kamroq foydali bo'ladi? 1. 1997 yildan keyin ish boshlagan fuqarolar. Agar sizning ish stajingiz butunlay mustaqillik yillariga to'g'ri kelsa. Demak, bu video sizga to'g'ridan-to'g'ri taalluqli emas. Chunki butun stajingiz zamonaviy qoidalar asosida hisoblab chiqilgan. 1997 yilgacha juda qisqa muddat, masalan, menda 2 yil ishlaganlar. Bunday qisqa muddatli staj odatda nafaqa miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. U nafaqasi yaqinda to'g'ri va to'liq hisoblanganlar. Agar sizning barcha hujjatlaringiz tartibda bo'lgan va pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizning barcha ish stajingiz va ish haqingizni to'liq inobatga olgan holda nafaqangizni hisoblagan bo'lsa, u holda qayta hisoblash katta o'zgarishlarga olib kelmasligi mumkin. Biroq shunga qaramay, tekshirib ko'rish hech qachon zarar qilmaydi. Misollar keling, real hayotiy misollar orqali tushuntirishga harakat qilaylik. Raqamlar shartli bo'lib, umumiy tendensiyani ko'rsatish uchun keltirilgan. Misol 1. Yuqori ta'sir, sezilarli o'sish. Oygul opa 1910 yilda tug'ilgan. 1978 yildan 2005 yilgacha uzluksiz maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning 1990 yilgacha bo'lgan staji 13 yil. Oygul opa 2011 yilda nafaqaga chiqqan. Nafaqasi hisoblanayotganda 1990 yillardagi yuqori maoshlari hozirgi nafaqa qonunchiligining ayrim cheklovlari yoki hisoblash usullari tufayli to'liq inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, 1960 yillarda u oylik 1200 so'm o'sha davr uchun yuqori maosh olgan. Nafaqaga chiqish paytida uning nafaqasi 1.800.000 so'm etib belgilangan edi. Agar Oygul opa 1995-1990 yillardagi 5 yillik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani topib, pensiya jamg'armasiga taqdim etsa va bu maoshlar bugungi kun qiymatiga maxsus koeffitsiyentlar orqali o'tkazilib qayta hisoblansa, uning nafaqasi sezilarli darajada, masalan, 2.200.000 so'mgacha yoki undan ham ko'proqqa oshishi mumkin. Bu yerda farq 400.000 so'm atrofida bo'lib, har oy uchun bu juda katta yordamdir. Sababi, o'sha paytdagi 200 so'm bugungi kunda boshqa xarid qobiliyatiga ega bo'lgan. Misol 2 o'rtacha ta'sir, kichikroq, ammo sezilarli o'sish. Aziz aka 1928 yilda tug'ilgan. 1976 yildan 1990 yilgacha zavodda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. So'ngra 1990 yildan keyin tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Uning 1991 yilgacha bo'lgan staji 15 yil. Aziz aka 2010 yilda nafaqaga chiqqanida uning nafaqasi 1.500.000 so'm bo'lgan. Uning mehnat daftarchasida barcha yozuvlar mavjud, ammo 1980 yillarda olgan maoshi 1.20-1.30 so'm atrofida bo'lgan. Agar Aziz aka o'sha davrdagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani taqdim etsa va hisoblashda eng foydali 5 yillik davr tanlansa, uning nafaqasi masalan 20.600.000 so'mgacha oshishi mumkin. Bu holatda farq 1.5 so'mni tashkil etadi. Bu ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydigan miqdor. Misol 3. Minimal yoki ta'sirsiz holat Rustam aka 1970 yilda tug'ilgan. U 1989 yilda institut tugatib, 1990 yilgacha faqat 2 yil ishlagan. Rustam aka 2023 yilda nafaqaga chiqdi. Uning 1990 yilgacha bo'lgan staji juda qisqa bo'lganligi sababli bu davrdagi ish haqi ma'lumotlari nafaqa miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Uning nafaqasi asosan 1990 yildan keyingi uzoq yillik ish staji va yuqori maoshlari asosida hisoblanadi. Shuning uchun uning nafaqasini 1990 yilgacha bo'lgan staj uchun oshirish imkoniyati minimal bo'ladi. Chunki u nafaqa olish huquqini beruvchi minimal stajiga erishishda yordam bergan, lekin miqdorga katta ta'sir qilmaydi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, har bir holat individualdir.
Ammo 1990 yilgacha bo'lgan ish staji va ish haqi ma'lumotlarini qayta ko'rib chiqish orqali nafaqani oshirish imkoniyatlari mavjud. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar. Qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar nafaqa tizimi har doim murakkab bo'lgan va unda ko'plab istisnolar. Noaniq jihatlar va kutilmagan qaltis nuqtalar mavjud. Bu mavzu ham istisno emas. Ushbu jihatlarni bilish sizga jarayonni tushunishda va muvaffaqiyatga erishishda yordam beradi. Qoidalardan istisnolar. 1. Maxsus kasblar va ish sharoitlari. Tok-kon sanoati, kimyo sanoati, radioaktiv moddalar bilan bog'liq ishlarda ishlagan shaxslar uchun stajni hisoblashda imtiyozli shartlar qo'llanilgan. Masalan, 1 yil staj 1,5 yil yoki 2 yil sifatida hisoblanishi mumkin edi. Bu ayniqsa 1990 yilgacha bo'lgan davr uchun juda muhim. Chunki o'sha paytdagi qoidalar keyinchalik o'zgartirilgan bo'lishi mumkin. Agar siz shunday sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, bu haqidagi hujjatlarni to'plash juda muhimdir. O'qituvchilar va shifokorlar, ularning ayrim toifalari, ayniqsa qishloq joylarda ishlaganlar uchun maxsus staj hisoblash tartiblari va imtiyozlar mavjud edi. Bu imtiyozlar ham 1990 yilgacha bo'lgan davrga tegishli bo'lishi mumkin. Ayrim davrlar, masalan, homiladorlik va tug'ish ta'tillari, harbiy xizmat, oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qish davrlari ham ish stajiga qo'shilishi mumkin edi. Ayniqsa harbiy xizmat davri odatda ish stajiga qo'shiladi va ba'zi hollarda 2 barobar qilib hisoblanishi mumkin. Bu davrlarning stajga qo'shilishi nafaqa miqdoriga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmasa-da, minimal ish stajini yig'ishga yordam beradi va bu ham muhimdir. SSRning turli respublikalari. Sovet ittifoqi davrida har bir respublikada nafaqa qonunchiligi asosiy qoidalarda bir xil bo'lsa-da, ba'zi bir mahalliy xususiyatlar va qo'shimcha imtiyozlar bo'lishi mumkin edi. Agar siz Sovet ittifoqining boshqa respublikasida ishlagan bo'lsangiz, u yerdagi qonunchilik ham sizning foydangizga ishlashi mumkin. Qaltis nuqtalar va to'siqlar. 1. Hujjatlarning yo'qolishi yoki mavjud emasligi. Bu eng katta muammolardan biridir. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, sizning ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotnomani olish qiyinlashadi. Bunday holatlarda arxivlarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ba'zan arxivlarda ham barcha ma'lumotlar saqlanib qolmaydi. 2. Hujjatlardagi noto'g'ri yozuvlar. Mehnat daftarchasidagi ism, familiya, tug'ilgan sana, lavozim nomi yoki ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish sanalaridagi xatolar jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Har bir xato sababli stajni tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Eski korxonalarning tugatilishi. Ko'plab Sovet davri korxonalari mustaqillik yillarida tugatilgan, qayta tashkil etilgan yoki xususiylashtirilgan. Bu esa ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni olish jarayonini murakkablashtiradi. 4. Byurokratiya va kutish vaqti. Nafaqa jamg'armasi bilan ishlashda ba'zan uzoq navbatlar, qo'shimcha hujjatlarni talab qilish va ariza ko'rib chiqishning sekinligi bilan duch kelish mumkin. Sabrli bo'lish va har bir qadamni hujjatlashtirib borish juda muhim. Noaniq jihatlar. 1. O'tmishdagi ish haqini hozirgi qiymatga keltirish koeffitsiyentlari. Bu eng murakkab va ayni paytda eng muhim jihatlardan biri. O'sha davrdagi 100 so'm bugungi kunda necha pulga teng? Bu koeffitsiyentlar hukumat qarorlari bilan belgilanadi va ular davriy ravishda yangilanib turishi mumkin. Eng foydali koeffitsiyentni qo'llash orqali nafaqa miqdorini oshirish mumkin. Bu haqda nafaqa jamg'armasi mutaxassislaridan aniq ma'lumot olish zarur. 2. Indeksatsiya mexanizmlari. Nafaqa har doim inflyatsiyaga mos ravishda indeksatsiya qilib boriladi. Ammo 1991 yilgacha bo'lgan ish haqi ma'lumotlari qanday indeksatsiya qilinadi? Ular umumiy indeksatsiyaga tushadimi yoki ular uchun alohida mexanizmlar mavjudmi? Bu ham juda nozik masala. Nafaqa hisobida eng foydali davrni tanlash. Hozirgi qonunchilik bo'yicha nafaqa miqdorini hisoblashda istalgan 5 yil davomidagi ish haqi hisobga olinadi. Agar siz 1990 yilgacha bo'lgan davrda nisbatan yuqori maosh olgan bo'lsangiz, aynan o'sha 5 yillik davrni tanlash sizning nafaqangizni oshirishda asosiy rol o'ynashi mumkin. Masalan, siz 1995 yillarda juda yaxshi maosh olgansiz. Lekin 1990-yillarda maosh biroz tushgan. Pensiya jamg'armasi sizning eng so'nggi ma'lumotlaringiz asosida hisoblagan bo'lishi mumkin. Siz esa o'zingizning eng foydali 5 yillik davringizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, nafaqa masalasida faqatgina mehnat daftarchasidagi yozuvlarga ishonib qolmasdan, barcha mavjud imkoniyatlarni o'rganish va faol harakat qilish kerak.
amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Aniq harakatlar rejasi. Siz nafaqangizni oshirish uchun nima qilishingiz kerak? Bu qadamlar ketma-ketligi sizga to'g'ri yo'nalishni ko'rsatadi. Bir qadam. Hujjatlaringizni to'plang va tartibga keltiring, bu eng asosiy qadamdir. Sizga qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Pasport va nafaqa guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, mehnat daftarchasi. Bu sizning asosiy hujjatlaringizdan biri. Uni diqqat bilan ko'rib chiqing. Undagi barcha yozuvlar aniq va tushunarli ekanligiga ishonch hosil qiling. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishga kirish va chiqish sanalari. Lavozim nomlari barchasi to'g'ri yozilgan bo'lishi shart. Agar xatoliklar yoki tuzatishlar bo'lsa, ularni qonuniy tartibda tasdiqlatish kerak bo'ladi. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar sizda 1992 yilgacha bo'lgan davrdagi ish joylaringizdan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, spravka o zarplata saqlanib qolgan bo'lsa, ularni toping. Bu hujjatlar sizning nafaqangizni qayta hisoblashda asosiy rol o'ynaydi. Ayniqsa eng yuqori maosh olgan 5 yillik davringizga tegishli ma'lumotnomalarni topishga harakat qiling. Ish stajini nasiblovchi hujjatlar, harbiylik guvohnomasi, oliy o'quv yurtini tugatganlik to'g'risidagi diplom, kunduzgi bo'limda o'qiganlik davrini tasdiqlaydi. Tug'ruq ta'tili to'g'risidagi buyruqlar, arxivlardan olingan ma'lumotnomalar va boshqalar. 2 qadam. Mavjud nafaqa ishingizni tekshiring. Agar siz allaqachon nafaqada bo'lsangiz, sizning nafaqa ishingiz Lishnoye Delo pensiya jamg'armasida saqlanadi. Siz o'zingiz yashayotgan tumandagi, shahardagi pensiya jamg'armasining bo'limiga murojaat qilib, o'zingizning nafaqa ishingiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Bu sizga qaysi hujjatlar asosida nafaqangiz hisoblanganini, qaysi davrlar hisobga olinganini va qaysi ish haqi ma'lumotlari ishlatilganini bilish imkonini beradi. Qanday 5 yillik davr hisoblash uchun tanlanganini albatta so'rab bilib oling. Uch qadam. Pensiya jamg'armasiga maslahat uchun murojaat qiling. Barcha hujjatlaringizni to'plaganingizdan va tahlil qilganingizdan so'ng o'zingiz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Uchrashuvga yoziling agar talab qilinsa. Murojaatingiz maqsadini aniq tushuntiring. Siz 1990 yilgacha bo'lgan ish stajingiz va ish haqingizni hisobga olgan holda nafaqangizni qayta hisoblashni xohlayotganingizni bildiring. Barcha to'plagan hujjatlaringizning nusxalarini taqdim etishga tayyor bo'ling. Asl nusxalarni o'zingizda saqlang. Mutaxassislardan aniq savollar bering. Qaysi davrdagi ish haqi ma'lumotlari sizning nafaqangizni hisoblashda eng foydali bo'ladi? Sizda qaysi hujjatlar yetishmayapti? O'sha davrdagi maoshlarni hozirgi qiymatga o'tkazish uchun qanday koeffitsiyentlar qo'llaniladi? 4 qadam. Agar kerak bo'lsa, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni oling. Agar sizda 1991 yilgacha bo'lgan davrga oid ish haqi ma'lumotnomalari bo'lmasa yoki mavjudlari eski, noto'g'ri bo'lsa, ularni olish uchun harakat qiling. Agar korxona hali ham mavjud bo'lsa, uning kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyasiga murojaat qiling. Ulardan siz ishlagan davrga oid eng foydali bo'lgan 5 yillik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani talab qiling. Ma'lumotnomada sizning ism-sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, lavozimingiz, ishlagan davringiz va oylik ish haqingiz aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Agar korxona tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan bo'lsa, birinchi navbatda uning huquqiy voris agar mavjud bo'lsa, mavjudligini aniqlang va unga murojaat qiling. Agar huquqiy voris bo'lmasa, o'zingiz yashayotgan hududdagi davlat arxivlariga, davlat arxivlari murojaat qiling. Arxivga yozma ariza bilan murojaat qilasiz. Unda sizning ma'lumotlaringiz, ishlagan korxonangiz nomi, joylashuvi va ish stajingiz davri aniq ko'rsatiladi. Arxivlar sizga tegishli ma'lumotnomani berishi mumkin. Bu jarayon uzoq davom etishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling. 5 qadam. Qayta hisoblash uchun ariza topshiring. Barcha kerakli hujjatlarni to'plaganingizdan va maslahatlar olganingizdan so'ng. Pensiya jamg'armasiga nafaqani qayta hisoblash to'g'risida yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimiga topshirib, ikkinchi nusxasiga qabul qilinganligi haqida sana. Imzo va shtamp qo'ydirib o'zingizda saqlang. Bu kelgusida sizning murojaatingizni tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. Arizaga barcha tegishli hujjatlarning mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi ma'lumotnomalari, pasport nusxasi va boshqalar nusxalarini ilova qiling. 6 qadam. Jarayonni nazorat qiling va natijani kuting. Pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqish uchun
ma'lum bir muddatga ega bo'ladi, odatda 17 kun. Bu muddatda sizning murojaatingiz tahlil qilinadi, hujjatlaringiz o'rganiladi va nafaqa qayta hisoblanadi. Jarayonni kuzatib boring. Belgilangan muddat o'tgandan so'ng pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qiling yoki shaxsan murojaat qilib arizangizning holatini so'rang. Agar qayta hisoblash natijasida nafaqangiz oshgan bo'lsa, sizga bu haqda yozma ravishda xabar berilishi kerak. Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sabablari yozma ravishda ko'rsatilgan hujjatni talab qiling. Bu rad etish sabablarini o'rganib chiqing va agar siz rad etishni asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga, masalan, pensiya jamg'armasi respublika boshqarmasiga yoki sudga shikoyat qilish huquqingiz bor. Har bir qadamni jiddiy qabul qiling va hujjatlarning to'g'riligiga alohida e'tibor bering. O'zgina diqqatsizlik yoki hujjatdagi xatoliklar jarayonni ancha murakkablashtirishi yoki nafaqangizni oshirish imkoniyatidan mahrum qilishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, bugun biz juda muhim mavzu 1991 yilgacha bo'lgan ish staji uchun nafaqani oshirish imkoniyatini atroflicha ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsin, sizning uzoq yillik mehnatingiz va vijdonan qilgan ishingiz hurmatga loyiqdir. Ba'zida nafaqa hisob kitoblarida ma'lum bir noaniqliklar yoki to'liq hisobga olinmagan jihatlar bo'lishi mumkin. Sizda nafaqangizni qayta ko'rib chiqish va uni oshirish imkoniyati mavjud. Buning uchun zarur bo'lgan asosiy qadamlar bu hujjatlarni to'plash, pensiya jamg'armasi bilan aloqaga chiqish va sabr-toqat bilan harakat qilish. Hech qachon o'zingizning huquqlaringizdan voz kechmang. Bir oz harakat va vaqt evaziga siz yoki yaqinlaringizning hayoti sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin. Bu shunchaki pul emas, bu sizning o'tmishingizga, mehnatingizga bo'lgan hurmatdir. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollar paydo bo'lgan bo'lsa yoki siz shaxsiy tajribangiz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, videoning ostiga izoh qoldiring. Har bir izohga e'tibor berishga harakat qilaman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.